Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin. Keling birgalikda Ramazon dasturxoni uchun, saharlik yoki iftor uchun mazzali, yengil hazm bo'ladigan salat tayyorlaymiz. Bismillah deb mana ishimizni boshlab oldik. Rediskani mana shunaqa yuqa qilib to'rab olamiz. Nima kechishini albatta retsept oxirida, video oxirida yozib qoldiraman. Baradek bodringni ham xuddi rediskaga o'xshab parra yuqa qilib to'rab olamiz. Albatta Ramazon oyida yosh kattalarimiz aytishganidek yengil hazm bo'ladigan taom va salatlardan iste'mol qilib turishimiz kerak bo'ladi. Albatta mana shu tanlagan salatimiz ayni muddao bo'ladi, chunki bu salatga hammasi tabiiy sabzavotlar, ya'ni rediska, yashil bolg'ari, mana ko'ryapsizlar, yarimta to'raman yuqa qilib to'radik, soldik va mayonez solinmaydi. Eng keragi bu petrushka soldim, yarim vog', ko'kat, ya'ni ko'k piyoz ham yarim vog' soldim. Mayda qilib to'rab olamiz. Tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar, mazzasi og'zingizda qoladi, juda ham xushxo'r bo'ladi. Bu saharlikka ham, iftorlikka ham juda ham mos. Qizlarjonlar bilasizlar, avvalambor o'z oilamga nima tayyorlasam, oila a'zolarimga, o'zimga sog'lig'imiz uchun nima yangi retsept, salatlar o'rgansam, shuni albatta kanalimga joylashga harakat qilaman, sizlarga ham ilinaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar va sizlarda qanaqa chiqdi mazasi, bemalol savollar bo'lsa, tayyorlaganinglar haqida bemalol fikringlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, javob qoldirishga, savollarga javob berishga o'zim harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Mana ikkita tuxumni qaynatib oldim va shu ikkita tuxumni ham solamiz. Mazasi juda ham boshqacha bo'ladi. Qizlarjonlar, agar kanalimda yangi bo'lsanglar, mehmon bo'lsanglar, bir videolarimni, kanalimdagi videolarni ko'ringlar. To'g'ri ovqatlanadigan retseptlar joylab boraman, salatlar, ovqatlar. Albatta sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Qizlarjonlar, bu tabiiy salatimizga mayonez solmadim. Quyuqroq kefirni qatiq solishingiz mumkin yoki suzma yoki yog'siz smetana solishingiz mumkin. Men mana limon suv soldim, yog' soldim. Albatta nima kechini yozib qoldiraman. Tabga ko'ra tuz va quritilgan oddiy chesnok, ya'ni bor edi. Sizlar oddiy tabiiy chesnok solsanglar ham bo'ladi, buni quritilgan bo'lmasa. Yaxshilab aralashtirdim va shu bilan zapravka qilib oldim, ya'ni aralashtirdim. Zapravka deganimki, bu sabzavotlarning mazasi bir-biriga birikishi uchun ozgina bir suyuqroq massa solishimiz kerak bo'ladi. Men shu qatiqdan aytganimdek yoki suzmadan bemalol salat tayyorlasanglar bo'ladi. Mana qizlarjonlar, salatimiz tayyor. 5 daqiqa qoldiramiz mazasi bir-biriga o'tishi uchun va chiroyli qilib salatnitsaga solib, iftorlikka yoki ro'zador oila a'zolarimizga saharlikka quyuq ovqatlar bilan, suyuq ovqatlar bilan bemalol iste'mol qilsak bo'ladi. Qizlarjonlar, tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazasi og'zingizda qoladi. Albatta fikringlarni yozib qoldiringlar. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.